Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Kur'an ve namazını düşünüşünün asan usulü 1. bölüm 2. ders grammatik kısmı. Bu dersliklerimizden biz Müslim, mümin, müşrik, kafir, salih qatarlıq isimlarning birlik şeklini köplük şeklige aylandırış arqılıq ma'nisini öğrenimiz inşallah. Biz bu dersikimizde yanıla oxşaşla grammatik kısmını bütün bedenli iş qısiliş usulü arqılıq öğrenimiz inşallah. TPI degenlik bütün bedenli iş qısiliş usulü yani anlaş, körüş, oylaş, sözleş, körüstüş, onunla iştiyak bağlaş, hem de muşunun hemmisini arlaştırıp birlikte qilish deganlik bo'lib, o oddiy hem qiziqarliq hem canlıq usuldur. Qiynamsa hammamiz birlikte bu TPI yani bütün bedenni ish qilish orqali o'rganadigan usulni şu usul orqali o'rganib baqayli. Birincisi anlaş. Anlaş degende qo'limizni xilqimiz tarafga apirimiz. Ko'rish, ko'zimiz tarafga. O'ylash, mingimiz tarafga. So'zlash, ya'ni og'zimizni ko'rsatamiz. Ko'rsatish obyektni, ya'ni biz ko'rsatmoqchi bo'lgan, so'zlamoqchi bo'lgan nishonni qo'limizda ishorat qilib turib, birligiga birlik, köplikiga köplik, shaxsga shaxs qilib ko'rsatamiz. Bunun tafsilotini keyingi derslerimizde tanıştırırız inşallah. Onunla iştiyak bağlaş, yani qilayotgan işimizni astoydillik bilan men dinimni, Qur'onni to'liq to'g'ri o'qib tushunish orqali o'rganaman degan ishtiyoq bilan haqiqiy muhabbat bog'lab turib o'rganishimiz kerak. Yodimizda bo'lsinki, bizning bu o'rganayotgan tilimiz hargizmi nihoyat qisqagina vaqtlik bo'lgan mushu dunyodagi qo'saq beqish yoki havoyi havaslarimizga erishish emas, balki bizni ham biz yashayotgan olamlarni yaratgan Allohning bizga buyurgan topshiriqlarini, buyruqlarini o'rindash uchun shu zotning biz yaxshi ko'rmoqchi bo'lgan shu zotning bizga so'zlagan so'zining orijinali Qur'oni Karimni tushunib, bizga buyurgan namozni shu tilni tushungan asosda o'qish uchun o'rganmoqchi. Buni hargiz unutib qolmaydi. Shuning bilan birga oxirda yuqorqilarning hammasini o'rganib, tushunib, amal qilishga foydasi bo'lish uchun hammasini birlashtirib, birlikda qilamiz. Hargiz o'rinliq qilmaymiz inshaalloh. Mesela üçüncü şahsını ko'rsatmoqchi yoki so'zlamoqchi bo'lsak, bosh barmoqimiz bilan qolgan 4 barmoqimizni juplab yumib turib, ko'rsatkich barmoqimiz bilan o'ng tarafimizga ko'rsatib, huva deymiz. U demoqchi bo'lsak. Agarda uning ko'pligi bo'lsa, hum bo'lgan vaqtida buni bosh barmoqimizni yumib turib, 4 barmoqimiz bilan ko'rsatib turib, hum deymiz. İkinci şahsını ko'rsatmoqchi bo'lganda yana o'xshash shu o'ng tarafga qilgan huvaga ishlatgan ko'rsatkich barmoqimizni ko'rsatib turib, qolgan 4 barmoqimizni yumib turib, anta deb ko'rsatamiz. Buningga nisbatan hozir sizlar meni ko'rsatsizlar, shu televizor, telefon bo'lsin, kompyuter bo'lsin, nimada o'rganayotgan yerni ko'rsatsizlar. Men yoki aranglardan bir o'rgatkichi sizlarni ko'rsatadi. Ana bo'lganda shu barmoqimizni akilib o'zimizga ko'rsatamiz. Bu men deganlik bo'ladi. Antum bo'lganda humga apagan 4 barmoqimizni shu ikkinchi shaxs yoki oldimizdagi shaxsga ko'rsatamiz. Nahnu bo'lganda hum antumga ishlatgan 4 barmoqni o'zimiz tarafga ko'rsatamiz, ya'ni ko'krak tarafimizga. Hamda shuning bilan birga eskartishga to'g'ri keldiki, biz namazlarımızı huşu bilen, yani bütün diqqatimizni yig'ib, bütün vücudumuz bilen bilib turib,
Yani to'g'ri talaffuz qilib o'qishimiz uchun bu jadvaldagi ko'rsatilgan arab tilida jami 28 harf bor bo'lib, buning ichidagi 20 harf Uyg'ur tili alifbasida bor. Siz faqat yuqorqi jadvalda sol tarafda ko'rsatilgan 8 harfni, ya'ni ha, to, ayn, sod, fa, zol, dod, lo qatorliq 8 harfni to'g'ri talaffuz qilishni o'rganib olsangizlar, Arabchini, ya'ni jumladan Qur'onni to'g'ri tajvid bilan o'qiy oladigan bo'lsangiz inshaalloh. Bu 8 harfni va qolgan harflarni to'g'ri talaffuz qilishni o'rganib olish bizningki Qur'onni, ya'ni namozni xushu bilan o'qishimizga, to'g'ri ajrga erishishimizga bevosita foydasi bo'ladigan birdan-bir usul. Qur'on o'qish, namoz o'qish va kundalik ibodatlarimizdagi tajvidning muhimlik darajasini ko'z tutgan holda bu yerda buni qayta takrorladik. Alloh subhanahu va taolo hammamizga manfaatli ilm ato qilgay. Amin. Oldingi darsimizda biz huva, hum, anta, ana, antum, nahnu bu alt ham so'zni o'rgangan edik. Texmi puxta bo'lish uchun hozir biz buni 3 qatim takrorlaydi inshaalloh. Buni yanala shu hozir o'rganib o'tgan TPI usuli orqali takrorlaymiz. Qani amsa boshlaylik. Men arabchisini deyman, sizlar menga ergishib arabchisini deysizlar. Huwa, hum, anta, ana, antum, nahnu. Huwa, hum, anta, ana, antum, nahnu. Huwa, hum, anta, ana, antum, nahnu. Endi men arabchisini deyman, sizlar uyg'urchisini deysizlar inshaalloh. Huwa, hum, anta, ana, antum, nahnu. Yani bir qitim. Huwa, hum, ular. Anta, siz. Ana, men. Antum, sizlar. Nahnu, biz. Maşallah. Axirgi bir qitim takrorlaylik. Huwa, hum, ular. Anta, siz. Ana, men. Antum, sizlar. Nahnu, biz. Endi biz savol javob shaklini mashq qilaylik. Men huwa muslim. Men hum muslimun. Men anta, ana muslim. Men antum, nahnu muslimun. Bu yerdeki ko'rsatish shakli men huwa bo'lganda u kim? Huwa muslim. U Müslüman. Men hum muslimun. Ular kim? Ular Müslümanlar. Men ente. Siz kim? Ana muslim. Men Müslüman. Men entum. Sizler kimsizler? Nahnu muslimun. Biz Müslümanlar. İnşallah muşxil uslubda qayta 3 qitim takrorlab mashq qilinadi. Endi yangi darsimiz kelayli inshaalloh. Biz darsni 1 minutlik yoki uningdan uzoqroq bo'laklarga bo'ldik. Siz buni o'rganganda har bo'lakdan keyin to'xtab, aram olib, do'stingiz, hamrohlaringiz yoki guruhi bilan birlikda mashq qilib o'rgansangiz bu eng yaxshi usuldir. Mana shu usulda qilsangiz hammasini asonla o'rganib ola olasiz inshaalloh. Bularning hammasiga faqatla 30 minut yoki uningda ozroq vaqt ketadi xolos. Endi birinchi bo'lakka qarab boqaylik. Arab tilidagi so'zliklar 3 turlik bo'lib, ular ism, fe'l
harfdan tarkib topgan bo'ladi. Bularning hammasi bizning Uyg'urcha bilan o'pma o'xshash. Ism, fe'l, harf. Ya'ni ismga misol qilsak, kitob, Makka deganga o'xshash. Sifatlardan muslim, mu'min deganlar. Fe'l deganimiz ish harakatni tushuntirib berdi. Ya'ni fataha, ya'malun deganga o'xshash. Harf deganimiz, ya'ni ulanmalar, bu ism va fe'illarning o'tirida ularni ulab keladiganlar. Yoki ism ham fe'ildan boshqa so'zlar hammasi harf bo'lib keladi. Misol bi, li, min, fi, inna. Shunlashqa arab tilidagi so'zliklar 3 turlik bo'lib, ular ism, fe'l va harfdir. Endi arab tilidagi so'zliklarning 3 turini takrorlab o'rganaylik. Men bilan teng takrorlanglar inshaalloh. Ism, fe'l, harf. Qayta. Ism, fe'l, harf. Yana bir qitim. Ism, fe'l, harf. Endi bu o'rganganni o'zaro bir-birimizga o'rgatib, o'rgangach takrorlaylik inshaalloh. İkinci bo'lakka o'taylik. Arab tilida o'rtaq ismlar, ya'ni kitobun, bir kitob deganga o'xshash ismlar bo'lib, bular kitob deganning oxiridagi bining to'pisiga qo'shpash, ya'ni ki un belgisini qo'yish bilan bir kitobni ko'rsatadi. Arab tilininki alohidliklaridan biri shuki, masalan bir ismni demoqchi bo'lsak, shu ismning oxiriga unni qetish bilan, ya'ni qo'shpashni qetish bilan shu ism bir deganni bilindirib ma'noni chiqardi. Masalan, kitobun, biz Uyg'urchada bir kitob deymiz. Buningdagi qo'shpash shu bining to'pidagi un bilan shu bir kitob degan ma'no chiqib bo'ladi. Bu vaqtdan o'zida biz kitobun yoki kitob desak ham bo'ladi xolos. Agarda biz alohida ismlarni demoqchi bo'lgan bo'lsak, masalan, Qur'onni demoqchi bo'lsak, yoki bo'lmasa ma'lum bir alohida kitobni demoqchi bo'lgan bo'lsak, uning oldiga ilni qatimiz. Arab tilidagi alohida ismlarning oldiga alif, lam, elni qetish orqali shu alohida ism shakllandi. Masalan, kitob deganning oldiga alif, lam, ya'ni ilni qatsak, el-kitob. Buning ma'nosi bu kitob bo'lib chiqib, bu yerdagi bu bir kitob deyilmay, bir qisqartildi. Arab tilidagi ismlarningki ko'pinchisi bizning Uyg'ur tilidagi ismlarga o'xshab ketganligi uchun bu haqda ko'p to'xtalmaymiz. Ham bizning maqsadimiz arabcha so'zlashish emas. Qur'on va namozni tushunish bo'lganligi uchun bu haqda ko'p to'xtalmaymiz. Esingizda bo'lsin, bir so'zning oldida el bo'lgan ahvolda bu so'zdagi oxirida keladigan tamin yo'qolib ketadi. Ya'ni ash qo'shpash, un. Shunlashqa aslida el-kitobun deb o'qiladigan bu so'z el-kitob yoki el-kitobu deb o'qiladi. Bu xuddi bizning bu bir kitob demay, bu kitob deganimizga o'xshab ketadi. Endi tövende buni o'zimiz mashq qilaylik. 3-bo'lak. O'rtaq ismlarga il belgisini qo'shib mashq qilaylik. Bu so'zlar bizning tilimizda o'xshash ma'noni bildirgan bo'lsa-mu, lekin bu yerda qayta mashq qilib o'taylik. Elni qo'shib mashq qilishga foydasi bo'lish uchun. Muslim bosh egkichi, bo'ysunguchi. Mu'min ishongichi, iymon etqichi. Solih taqvodor. Kafir haqni rad qilg'ichi. Mushrik ibodatda Allohga sherik qo'shqichi. Men arabchisini deyman, sizlar tarjima qilinglar amsa. Muslim bo'ysunguchi, taslim bo'lguchi. Mu'min ishonguchi,
iymon etquchi. Solih, taqvo, taqvodor. Kafir, haqni bilib rad qilg'uchi. Mushrik, ibodatda Allohga sherik qo'shquchi. Endi o'zaro o'gitishib mashq qilaylik. Tövende men o'rtaq ismni o'qiyay, sizlar el qitilgan alohida ismni o'qinglar inshaalloh. Muslim, al-muslim. Mu'min, al-mu'min. Salih, as-salih. Kafir, al-kafir. Mushrik, al-mushrik. Hem de 4. bölek keleyli. Bundan keyingi dersimizde mana shundoq her minut yoki undan ko'proq bo'lgan vaqtning ichida bölük to'xtab, o'zaro mashq qilib o'tsak, oson yodimizda qoladi, ham mashq qilishga qulaylik bo'ladi inshaalloh. 4. bölek keleyli hamsa. Ismning misollari. Biz o'zimizga oson bo'lsin uchun bu yerdeki muslimun, mu'minun, salihun, kafirun, müşrikunni qisqartib turib, oxiridagi unni elivitib paydalandık. Çünkü bunun sebepleri bu muslimun belkim muslimin bo'lishi mumkin, musliman bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasa undan boshqasi bo'lishi mumkin. Şu o'rganishimizga qulaylik, oson bo'lishi uchun hozircha buni elivitib turib paydalandık. İsmni ko'plikka aylantirish qoidasi. Muslim, yani biz hazır aytib o'tgandek muslimunni muslim deb oldik. Muslim birlik, ko'pligi muslimun. Agarda ism musliman yoki muslimin bo'lsa, uning ko'pligi muslimin bo'ladi. Biz o'rganishni osonlashtirish uchun muslim va uning ko'plik shakli muslimun yoki muslimin deb o'rganamiz inshaalloh. İsimni birlikini köplikka aylandırışның usullaridan biri onun ahırga un yoki inni qetish. Bu yerde buningdan boshqa usullari bor, lekin ko'p qo'llanadigan ham qulayligi shu bo'lgach biz shuni tanlab turdik hozircha. Qiynamsa men birlikini o'qiyay, sizlar ko'plikini o'qib tang mashq qilaylik inshaalloh. Muslim ko'pligi muslimun, muslimin. Mu'min, mu'minun, mu'minin. Salih, salihun, salihin. Kafir, kafirun, kafirin. Mushrik, mushrikun, mushrikin. Bu sol tarafında yazılgan rakamlar Kur'an-ı Kerim'de tekrarlanıp keladigan sonlardir. Allim degan gap o'zaro o'gitinglar, o'gitib o'rganinglar. Shu nusxada 3 qatim praktik qilaylik inshaalloh o'zaro. Endi 5. bo'lak kelaylik. Biz o'rganib o'tgan ismlarning belgisini xulos qilaylik. Ismlarning belgisi 5'i kelgani el bilan boshlangani bu ism bo'ladi. Oxirda oxirlashqani oxirgi harfi un, en, in bilan oxirlashsa yoki un, yin, at bilan oxirlashsa bu ism bo'ldi. Ismlar arab tilida man asosiy jihatdan shunday bo'lib keldi. Ya'ni ismning belgilari mana 5'ida el, oxirda un, en, in yoki un, in, at bo'lib keldi. Buni o'zaro 3-4 qatim mashq qilaylik inshaalloh. Endi biz 6. bo'lak kelaylik. Bu faqat o'zaro mashq qilishdan iboratdir. Chunki buningdagi so'zliklarning hammani biz o'rganib o'tdik. Qiyin amsi birlikda mashq qilaylik. Amsi men arabchisini o'qiyay, sizlar tarjimasini TPI usulini ishlatib turib aytinglar. Huwa muslim. O musulman. Hum muslimun. Ular musulmonlar. Anta muslim. Siz musulman.
Ana muslim. Men musulman. Antum muslimun. Sizler musulmanlar. Nahnu muslimun. Biz musulmanlar. Tövende Arapçasını bana erişip tekrar kılan. Huve muslim. Huve muslim. Hum muslimun. Ente muslim. Ana muslim. Antum muslimun. Nahnu muslimun. Ana bir kıtım. Huve muslim. Hum muslimun. Ente muslim. Ana muslim. Antum muslimun. Nahnu muslimun. Maşallah. Elhamdülillah. Endi özara meşk kılayla. 7. bölek, yani bu dersteki ahırkı bölek, Arap tili İğizçe sözlükler. Aldı olan biz yeni ham sözlükten birini ögüneyli. Hal. Hal sözü Uyghur tilideki mu degan sualninki keyni keldigan so'roq ma'nosidagi so'zdir. Bu so'zning ma'nosi jumlaning mazmuni qarata o'zgarib keladi. Tuvanda biz o'rganib o'tgan ham so'zliklardan foydalanib, halni yangi ham so'zni ishlatish orqali tuvandagi savollarga javob berish orqali ham so'zlarni mashq qilib o'rganaylik inshaalloh. Hal huwa muslim? U musulman mı? Elbette hemimiz musulman. Cevabı naam huwa muslim. Ha, u musulman. Hal hum muslimun? Ular musulmanlar mı? Naam hum muslimun. Ular musulmanlar. Ha, ular musulmanlar. Endi men Arapçasını soray, sizler Arapça cevap verenler. Yani muş okuluşunu okup bersanlar buludu ma'nosini tushungan asosda. Hal huwa muslim? Naam huwa muslim. Hal hum muslimun? Naam hum muslimun. Muş nusxada meşq qilaylik inşallah. Endi birinci, ikinci şahs sual cevap. Ben sizden sorayman, siz cevabını özünüzni ko'rsatib cevap versiz. Hal ente muslim? Siz musulman mı? Naam, ana muslim. Ha, men musulman. Hal entum muslimun? Sizler musulmanlar mı? Naam, nahnu muslimun. Ha, biz musulmanlar. Özara öğütüp meşq qılan. Ögüniş ko'rsatmalari. Foydalanmasangiz ziyon tortasiz. Ya'ni mingimizdan to'g'ri foydalansak, biz utuq qozonamiz, foydalanmasak ziyon tortamiz demoqchi. Mingimizning quvvati nuqtasidan aytgan chaqda biz faqat mingimizning 5%dan 25%gacha bo'lgan qismini ishlatamiz. Bu cihette köpünçimizden özrisi var. Yani yaş 40'dan yoki 50'den aşqalla men çoğup kaldım emdi. Yadlayamayman, ögünenmeyman deganga o'xshash. Yaşanğanlar üçün siz 60 yaşga kirgandimi, yanıla ming'a hujaylaringizdanki aranla 3% o'lgan bo'ladi. Şoňlaşqa şeytanның әмді қеріден bir нәрсе үгіненмейсен деген ізіл құшыға алданмаң. Esingizde bolsun ki, yaşanıp qerib ketken taqdirde mo, mingimizning 97% yanıla normal işleydi. Şunun için Allah subhanahu wa ta'ala bizge şunda qabiliyetli qilib yaratib bergen mingini biz gündelik turmuşimizda yaxshi ko'rman, bo'ysunaman deyotgan shu Allah subhanahu va taolaning kalomi bo'lgan Qur'onni o'rganishga ishlataylik. Hargizmi shaytonning vasvasasiga aldanib ketib,
Allah subhanahu va taoloning oldiga pushaymon bilan quruq qo'l bormayli. Maqsadimiz Qur'on bilan mingimizni cheniqtirayli, Qur'on bilan qalbimizni davolayli, Qur'on bilan harakatimizni go'zallashtirayli biiznillah. Minga va muskullarimizni cho'qim cheniqtirmay bo'lmaydi. Minga muskullarimizni eng to'g'ri bo'lgan, eng foydali bo'lgan Allohning kalomi Rasul sallallohu alayhi vasallamning hadislari bilan cheniqtirayli. Menimcha buningdan foydali, buningdan xayrlik xabar bo'lmasi kerak. Hozirgi biz ko'rayotgan xabar uchurlar bugun to'g'ridek bilinsa, tushdan keyin yoki ertaga uning ta'siri yolg'oni chiqadi. Shunlashqa agar xabar o'qimoqchi bo'lsak, Allohning kalomidagi xabarlar bizga yetib ashar. Chunki bizning bormoqchi bo'lgan manzilimiz Allohning makonidir. Allohning dargohidir. Agar biz mingimizni mushu xil usulda cheniqtirsak, dunyo va oxirat uchun foydali harakatlarni qilishga mingimiz turtki bo'ladi inshaalloh. Alhamdulillah. Biz ikkinchi darsni tamomlaganda Qur'onda taxminan 8638 qitim uchraydigan 27 so'zni o'rganib oldik. Albatta, hammamiz va'da qilishib, planlashgan, niyatlashgan 7 xil topshiriqni unutib qolmayli. Bu bizning tez ham puxta o'rganishimizga yordami bo'ladi inshaalloh. Bu 7 xil topshiriq takrorlab o'tsak, qiroatdan 2, o'rganish to'g'risida 2. Qiroatdan 2si biri mushafga, ya'ni Qur'onga qarab turib 5 minut eng tuvunda buni. Yodimizdan o'zimiz yodlab bo'lgandan 5 minut. O'rganish to'g'risidagi 2si biri yanchiqimizdagi lug'atga qarab turib ham so'zni takrorlash, yana biri darslikning qismidagi jumlalar bilan selishtirib takrorlash. Buning ovozli qismini tushirib olib, telefoningizda yoki boshqa qo'yg'ichlarda tinglab bering. Hamrohlaringizdan savol so'rab, javob berishib o'rganing. Eng muhim bo'lgani o'rgangan suralarni ma'nosi bilan namozlarimizda tushunib, almashtirib o'qisak, yodimizda qolishiga foydasi bo'ldi inshaalloh. Eng oxirida siz tanlandingiz. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo siz bizning taqdirimizga o'zining go'zal, manfaatlik, saodatga opiradigan kalomini o'rganishga muyassar qilgan ekan, hargizmi u Alloh subhanahu va taoloning bu tanlashini voz kechish orqali rad qilmang. O'zingiz uchun va boshqa Qur'on o'rganib Alloh subhanahu va taolo ibodat qilayotgan mu'min musulmonlarga duo qilishni hargiz unutib qolmang. Duo qilishni Robbi zidni ilma bilan boshlang inshaalloh. Bugungi mushu darslikdagi ham so'zlarni yanchiq xotiringizga ko'chirib olib, har vaqt, har qitim namozingizni o'qishdan burun yoki namozni o'qib bo'lgandan keyin namozda o'qigan suraningizning ham so'zligi, shu siz o'rgangan ham so'zda bormi yo'q, shuni o'rganib tekshirib, ma'nosini to'liq o'qidingizmi, buni takror qilishni hargiz unutib qolmang. Albatta, har qitim deb kelayotganimizdek, o'rganishning eng yaxshi usuli o'gitib o'rganish. Darslik hujjatini tushirib, o'gitishni boshlang inshaalloh. Bu darslikka oid ham so'zliklar ham to'liq PDF qismi bitish oldida inshaalloh. Bitgandan keyin har bir qaysinglarninki ehtiyoji qarab, qachon desanglar shu chaqda yo'llab beramiz inshaalloh. Alloh subhanahu va taolo hammamizning Qur'onni qiroat qilishimizga, tushunishimizga, tafakkur qilishimizga va eng muhim bo'lgan hayotimizga tatbiq qilishimizga, boshqalarga yetkazishimizga va yodlashimizga yordam qilg'ay. Subhanaka Allohumma va bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta. نستغفرك ونتوب إليك
Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.